mana shu YouTube nochi tomosha qilib ketasiz planshetida. CF Moto 800 NK. Просто beshini mototsikl lekin. Hozir bitta test drive qildim. Kechagina Vumdan keyin bu просто pushka. Vum Sportbike 4 silindrli tepa оборотda olgan sari tezlashib ketaveradi. Более предсказуем. Bu вообще не предсказуем. Bunda bitta berganingizda xudo qayg'asidan bir kishi bitta tepib o'rganda tup ketdi. Любой скоростda gazdan oldin ko'tarib. Hali men street rejimda ayladim, sport o'tkazganim yo'q. Sportda вообще страшно bo'ladi. Chunki motor bir xil, mana 800 MT bilan, только bu более мощный qilib настройка qilingan. Plus buni vesi 800 MT ga nisbatan deyarli 100 kg atrofida agar snarijonlarni hisoblasangiz agar yengilroq, ya'ni 186 kg snarijonning massasi. Любой передача bitta gaz bilan oldin ko'tarilib ketadi. И elektronikasi superskiy вообще. Elektronikaga ishonish kerak. Men hali elektronikaga ishonmayman. Lekin qo'rqmasdan trekshnar yoqqan taqdirda gazni bersangiz, o'z mototsikl oldin ko'tarishga ruxsat bermaydi. Elektronika bug'adi motorni. T-box bilan birga keladi bu. NK da T-box отдельно zakaz qilish kerak emas. Buni встроенный bo'ladi. Eksport variantlarida bemalol hamma narsasi ishlaydi. Mana bu ham o'zi обновление qilingan, kartalari ko'rayotganingizdek. Yana обновление qilgandan keyin bu yerda yana narsa paydo bo'lgan, menyu kengaygan va Motoplay dasturi mana hozir telefonni ekran chiqaryapti. Siz telefoningizni keyin cho'mchagingizda qo'yib bemalol mana shundan ko'rib ketsangiz bo'ladi kerak narsalarni. Mana endi o'sha Androiddan podдержка qiladi. Настройкалari juda ko'p. Обновлениеdan keyin yana bir qator настройкалari chiqdi buni. Cruise control, mana indikatori bor. Mana burilish chiroqlarini yoqqanda mana bunaqa qilib o'ynaydi. Bu tomonga yoqqanda mana bunaqa qilib o'ynaydi. Tomonga yoqqanda bunday qilib o'ynaydi. Buni xohlaganchalik o'zgartirsangiz bo'ladi. Mana rejimlarni almashtirganingizda blinkeringiz, ya'ni оборот tepa chiqqandan sari yonishiga qarab o'zgartirsangiz bo'ladi. Street rejimda misol uchun mana bu rangdan turibdi. Sport rejimda, street rejimda mana bizda sariq rangdan qo'ygan, rangdan esa ko'k rangdan qo'ygan. Farqliroq, mana blinkerlar jijik. Xohlagan rangingizni ustunovka qilsangiz bo'ladi har bitta rejimga. Juda ko'p endi opsiyalar yerda. Ruskiy yezikni podдержка qiladi. Nimasi yaxshi, bemalol tushunmaydigan odamlar, rus tilini biladiganlar bu yerda qiynalmaydi. Mana ko'rayotganingizdek Yandex karta. Bikeland karta. Xullas mana shunaqa mototsikl просто бомбический. Страшно lekin bunga nisbatan bu juda agressivniy mototsikl. Shuning uchun buni faqat optni haydovchilarga maslahat beraman. Buni novichoklarga maslahat beraman agar shoshilmaydigan, sal o'zini bosib olgan novichoklar bo'lsa, chunki unda ham adashmasam 78 ot kuchi atrofida, bu mototsiklda 94 ot kuchi atrofida, endi regionga qarab, plastikasiga qarab 91 dan 96 ot kuchgacha bo'ladi. Lekin bunda kurchayish momenti pastdan sal bergandan maksimal kurchayish momentini beradi. Sportga o'xshab tepadagi оборотda sekin qo'shib bermaydi. O'shani inobatga olishingiz kerak bo'ladi agar bu mototsikl sizga yoqqan bo'lsa. Keyin yana bitta zo'r funksiyasi T-boxda buni eksport variant bo'lgani uchun bemalol Xitoydan tashqarida ishlaydi. Mana T-boxda manikidan farqli bo'ladi, bunda yana opsiyalar ko'proq. Ya'ni mana shunaqa mototsikl stop bo'lsangiz bo'ladi, mototsikl o yerda turibdi. Mana siz bu yoqda bundoq olib mototsikldan tovush chiqartirsangiz bo'ladi. Bundoq qilib. Yonda endi yana zo'r tomonini ko'rsataman. Mototsiklda kalitiz yo'q, biz kalitni uzoqroqqa tashlab qo'ydik. Chunki mana bu funksiya ishlamaydi. Ikkinchi zo'r funksiyasi, mototsikl olib kelgan paytda siz telefoningizdan, sizga kalit kerak emas uje. Bitta bosasiz, mototsikl tayyor. Mana yonda. Tayyor, bitta zavat knappasi ishlaydi. Bo'ldi. Xuddi shunday qilib mototsiklni qaytib blokirovka qilib qo'ysangiz bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa sizlardan like, keyingi videoda ko'rishguncha xayr.